Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Namangan viloyati Chust shahri, mahalla nomi nima? Kim? Bodomzor mafiyada ekanmiz. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan akamiz xonadonlarga kelganmiz. Mashhur nemis bastakori Beethoven pianino sonatasini yaratganda bu meni 9-simfoniyam bo'ladi degan ekan. Xudo xohlasa bu bizni 9-simfoniyamiz bo'ladi. Qani, bismillah. Uyimizni tashqi ko'rinishiga, romlariga bitta baho berib like bosib qo'yasizlar. Nima deyapti bu? Bu yerda juda katta mashaqqat, juda katta mehnat yotibdi azizlar. Xudo xohlasa bugun 16 mart haftani kuniga dushanba kuni Xudo xohlasa ishimizni tugatib oldik. Bugun tong saharda 4:30 da yo'lga chiqqandik, Farg'ona viloyati Qo'qsoy shaharidan. Allohning izni bilan kuch-quvvat berganiga shukr, ishimizni yakunlab oldik. Xo'p, bu akamizga jami 18 ta rom, 3 ta eshik kelgan. 18 ta romdan 9 tasi gluxoy holatda bo'lgan. Yo'q, uzr, adashdim, 9 tasi emas, 7 tasi gluxoy holatda bo'lgan. Xo'sh, qolgan 11 ta romi ochilishli bo'lgan. Xo'sh, ikkita 2 qanotli eshik va bitta 1 qanotli eshigimiz bor. Uyimizning tashqi fasadi xuddi mana shu holatda. Videoni boshlashdan oldin общий summasini aytib o'tib ketaman. Общий summasi 38 400 000 so'mga tushgan. Olib kelib o'rnatish hamma xizmatlari bilan. Endi videoni oxirigacha ko'rsalaring, addiniy narxlarni ham aytib berishga harakat qilaman. 1.30 ga 1.70. Imенно shu holatdagi razmerdan 9 ta bir xil romimiz bor. 2 ko'zlik, bir tomon ochiladi, suljilik mexanizmda. 1.20 ga balandligi 2.36. 2 qanotli eshik qilib berganmiz, tashqariga o'ng tomonga ochiladigan bo'lgan. 1.45 ga balandligi 2.10. 2 qanotlik ichkariga chap tomonga ochiladi. 90 ga balandligi 2.40. 1 qanotlik ichkariga o'ng tomonga ochiladi. Tepadagi romlarimiz 1.30 ga 1.20, 2 bakovoydagi 1 metrga 1.20. Ikki tomonida bor. Hozir ko'rsataman. 1.30 ga 1.80 va 1.30 ga 1.20. U ayniydi siniqlarini ko'ryapsizlarmi? Shundan dalolat beradi, ishimiz oson bo'lmadi. Xo'sh, bo'lmasam bir boshli ochilib yopilishlarini, legirovkalarini ko'rsatib beraman. Eshiklarimiz alyumin aldoks 1 da, red pen profilda. Hop, ochiladigan qanotlari balkon qanotda bo'lgan, ruchkalari alivit termo ruchkada bo'lgan. Ochilib yopilishlari doimgidek cho'tka holatda. Rezinkalari SPS bosma rezinadan foydalanganmiz. Ayniklari 2 qanot oqqa qora holatda bo'lgan. Yopilishlari va qulflanishlari juda ham cho'tka holatda bo'ladi. Xo'sh, birinchi, ikkinchi etajimizdan boshlaymiz. Uyni proyektiga addeniy respekt. Chunki men juda havas qildim. Men orzumdagi uy desa ham bo'laveradi, chunki uyimiz turetskiy formada bo'lib tushgan, birinchi etajga tepaga emas, ya'ni podvalga pastga tushadigan bo'lgan. Juda ham zo'r dizaynda chiqarilgan. 1.30 ga 1.70, ikkita ko'zlik, bir tomoni ochiladi, sulujniy mexanizm, hamma yo'g'i joy-joyda bo'lgan. Ruchkalarni ko'rib turibsizlar. Alivit ruchkada qo'yib berganmiz, Antrazit G306 ning o'zida. Yopilishlarini bitta ko'rsatib beraman. Обычный va sulujniy mexanizm ishlashi. Juda ham cho'tkiyma. Akamiz yaxshi kunlarga nasib qilsin ilohim. Tayxun brendidan 35 lik patagonli qo'yib berganmiz. Har doimgidek ikki tomoniga 5 sm dan, oldiga 4 sm dan chiqarib berganmiz. Aynaltirib binolargacha sevib berganmiz. Eshiklarimiz ham oqqa qora aynagimiz ichkaridan qaraganingizda qoraligi bilinmaydi, lekin tashqaridan juda chiroyli ko'rinadi. Bular razmeri hammasi bir xilda, 1.30 ga 1.70. Deyarli bir xil fasonda. Patagonlik, sulujniy mexanizm hamma yo'g'i full holatda bo'lgan. Ishimizni eng mashaqqatli joyi shu yerda bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, ikkinchi etajimiz. Zinasi yo'q. Tashqaridan lesa qo'yib, oldin romga ayniydi solib, bir amallab o'rnatib tugatib oldik. Lekin juda ham cho'tka chiqdi. Xudo xolasa ko'z tegmasin. Ko'rib turibsizlar. Xo'sh, bu tomondagi romimiz 4 ta bir xilda, 1.30 ga 1.70. Eshigimiz qaytarib o'taman, 1.20 ga 2.36. Tashqariga chap tomonga qilib berganmiz. Uni o'ziga yarasha sabab bor, chunki zinadan chiqqanda
tashqariga chap tomonga ochiladi. Ichkarida ikki tomonda eshik borligini hisobiga tashqariga qilib berganmiz buni. Eshigimiz ochilib yopilishlari juda ham cho'tka holatda bo'ladi. SPS bosma rezinalari bilan oqqa qora aynida bo'lgan. Va bu xonadagi patagonnilar. Bu yerda o'zi rom bor edi, eski yog'och romi bor edi. Sug'urib olib, o'rniga shunaqa eshik romlarni qo'yib berganmiz. Xo'sh, asosiy narsani ko'rsatmoqdan men bor uzr. Buni sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi, chunki juda ko'pchilik savol berib to'ydirdi to'g'risi. Chunki bizning hamkasblar juda ko'pi imini mana shu narsani qo'ymasak ham vodostok lift teshigi. Ko'rib turibsizlar? Har bitta romga qo'yilgan. U nimaga ishlaydi degan sabab savollarga javob beramiz. Favqulodda yomg'ir sachin, yomg'ir aynakka urganda rezinkani orqasidan yo bo'lmasa aynakdan suv sizib o'tganda patagonnikka oqmasligi uchun kerak. Profilni ichiga suv o'tkazsa, imini mana shu teshiklardan tashqariga qaytib chiqib ketishligi uchun kerak. Vozdux, vodosliv, xullas full komplikatsiyada bitgan. Endi adeniy narxini aytib berishga harakat qilaman. 1.30 ga 1.70. Ikki ko'zlik sulujniy mexanizm patagonnik двойной aynida, oqqa qora holatda. 2 million 600, 2 million 400 ming so'm atrofida. Aynigining o'zgarishiga qarab narx o'zgaradi. 1.20 ga 240 eshigimiz. Agar oddiy qanotda bo'ladigan bo'lsa 2 million 600 ming so'm. Balkon qanotda bo'ladigan bo'lsa 3 million 200, 3 million 400 ming. 1.40 ga 210 eshigimiz ham narxi bir xilda chiqadi. 90 ga 240 li eshigimiz. Balkon qanoti 2 million 200 ming, oddiy qanotda 1 million 800 ming so'm. Xudo xohlasa bugungi montajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keling aka endi. Bu akamiz biz obunachimiz o'g'illari bo'ladi. Ismingiz nima edi? Davronbek. Xo'p, kelganimizda ham siz kutib olgandingiz. Adashmasam 30-kuni kelgandik. O'tgan oyda 30-chisilatida. Aytilgan muddati 15 edi. 15 kun muddat ichida kelamiz degandik. Bugun 16. Biz aybimiz bilan bir kunga kechikmadi. Ishni ko'rib oldingiz-a? Ma'qulmi aka? Xo'p, aka qarang. Kafolatlarini, garantiyalarini tushuntirib beraman. Profilga, Redmi profiliga, rangiga zavod tomonidan ishlab chiqaruvchi zavod tomonidan berilgan 15 yillik kafolati bor. Rangi sarg'ayib ketmasligi, o'chib ketmasligi, laminati top tashlab olmasligiga. Biz o'zimiz qilayotgan ishga sulujniy mexanizm двойной aynakka patagonnikka. Aynakning o'rtasi tenglashsa yo changlansa, patagonnik laminati ko'chib ketsa, ochilib yopilishlarda muammo bo'ladigan bo'lsa, bizning servis xizmatga keladi, 5 yillik kafolati bor ekan. Eshiklarda ruchka zamogini o'ziga 1 yillik, bitta sezonlik. Kuch bilan urib bukilmasa, lekin top tashlab yuborishi, cho'ka ochilib ketishiga unga ham 5 yillik kafolati bor ekan. Xudo xolasa aka, ishingiz polniy rost tugadi. Yaxshi kunlarga, to'ylarga nasib qilsin. Qubbo aka bilan qoling, Qubbo aka doimo sizlar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.